Mana hozir avtobusda ko'rishingiz mumkin. Yo'lovchilarimizni har bittasini biletlar skanerdan o'tkazib, so'ngra avtobusga bemalol joyingizga o'tishingiz mumkin. Joylashib olishlari mumkin. Silib qolmaymizmi? Yo'q, bemalol. Hozir esa yo'lovchimizdan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha yuryapmiz. Moskvaga bilet narximizni qanchadan sotib oldingiz? O'zim sotolmadim, adashmasam 855 ming. 800. Shunaqa edi. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Yo'q, birinchi marta foydalanyapmiz. Birinchi marta. Muhimi qonuniymikan? Qonuniy, hammasi yaxshi. Qulayliklari haqida nima deya olasiz? Temurli birinchi marta ekan. Hamma narsa yaxshi, sharoitlar yaxshi, misol. Konditsionerlar qo'shilgan ekan, ha? Konditsioner bor, salqin yaxshi. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Tavsiya qilamiz endi, yaxshi-da. Samolyotdan ko'ra yo'l kirasan arzonroq, restoran yetib olsak, xudo xohlasa. Samolyotni 4,5 million deb eshitdim menimcha, 4 barobar arzonroq. Shunaqa deydi. O'zim ham surishtirganim shunaqa dedi. Endi ancha arzonlikchi, shunga cho'ntagimizga qarab, ancha qulay, yaxshi. Rahmat sizga. Yaxshi yetib oling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Qadrli yurtdoshlar, agarda sizga ham xuddi shunday ishonchli bo'lgan biletlarimiz kerak bo'lsa, Sobir Rahimov avtovokzalga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying. Xayr, salomat.